Mazza qildimning navbatdagi soni. Azizlar, bizni dasturimizda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin. Hozircha imkoni bor. Va mazza qiling. Go'zal bir narsani o'yla dedilar. Men esa otam, onam, akam, singlim bilan birga nonushta qilib, kulib o'tirgan tongni o'yladim. Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar, umr karvon to'xtamaydi, mangu ketar. Shunday odamlar bor. Men bittaman deydi. Ularga qarab turib, yaxshiyam bittasan degin keladi. Nimadir demoqdan bezib qoldi dil. Sizda dilsiz tilu, bizda tilsiz dil. Naqadar barakali o'g'lingiz bor ekan, ona. Yeb tugatisholmayapti-ku. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Albatta izohlarda yozing.